shunaqa butilka ko'rganmisizlar, vodorodni generator. Bu butilkalar rosa reklama qilyapmiz. Ko'pchilikda Instagramda savollar ko'p tushyapti. Shuni bitta qilib javob berishga harakat qilaman tezroq, vaqt cho'zmasdan. Xo'p, buni $20 boshlab $500 variantlari bor, amerikanskiylari. Biz optimalniy qilib 900 ming so'mligini olib kelib sotyapmiz. Unda vodorod konsentratsiyasi ham kuchliroq, yomkosти ham kattaroq, 420 mg, yopib yurishga ham qulayroq. Buni $150 ham bor. Bu уже sal cho'ntakka og'irlik quvvati 900 ming ham arzon emas, lekin bu undan ham qimmatroq. Bu yerda displeyli, vodorod konsentratsiyasi 2 barobar kuchliroq, qancha balandroq bo'lsa, shuncha kuchliroq hisoblanadi. Bizga ko'pchilik hozir aytyapti, 1-2 oy ishlatdim, effekt 1-2 oyda hech qanaqa sezilmaydi. Kamida yillab ichish kerak. Men o'zim 4 yildan beri bu narsalardan foydalanaman. Buni bilganlar, o'zi ishlatib yurganlar biladi. Bu narsa yengillik 2007-yil chiqqan. O'shaning uchun hali ja ko'p bo'lmagani uchun ko'pchilikka yengillik. O'zbekistonda deyarli bu narsalar yo'q, topa olmaysizlar. Agar 1-2 topmasanglar, почти yo'q. Biz endi shuni olib kelib sotamiz. Kommentariyada ko'pchilik yozyapti, nima suv? Ichiga toza suv solasizlar, filtrlangan suv. O'sha suvni elektrolizlari bor, vodorod bilan kislorodni ajratib, ajralgan molekulyar vodorod foydali antioksidant suv hisoblanadi. Bu lechebni davolab qo'yadigan suv emas. Qanaqadir supermen qilib qo'ymaydi, qanot chiqazmaydi sizlarga. Prosta immunitetni baquvvatroq qilishga yordam beradigan narsa. Sport bilan shug'ullanayotganlar bo'lsa yoki sog'lom hayot tarzini tanlaganlar bo'lsa, har qalay o'lgur energetiklardan, gazli ichimliklardan, har qalay sharbatlardan ko'ra mana shuni ichib yursizlar, постоянно shu bahona suv ichib yurasizlar. Suv ichganda ham уже vodorodni suv ichasizlar. Buning kattaroqlari bor. Agar uydagi yoshi katta insonlar bo'lsa, bu tush qorli suv ham qiladi. Vodorodni shlachnoy suv qiladigan apparatlarimiz ham bor. 220 tokka tiqib, o'zi to'yintirib, bu yerda yomkosdan biri 6 litr. Bu yerda mana 420 mg. O'shaning uchun narxi arzon, qimmat bu hammasi bor. Uzun marketda 400 ming, 500 ming ham bor agar arzon qilib o'tgan bo'lsalar. Bu yerda batareykalar slabiyroq, elektrolizlar slabiyroq. Bizda ham bor edi, lekin uni effekti bo'lmagani uchun sotuvdan chiqarib tashlab, sal kuchliroqini olib keldik. Ikkalasida mana ichidagi elektroliz 2 xil. Ko'rinishi bir xil. Bizga ko'pchilik tashlayapti, ichi 2 xil. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam, agar sizlarga vodorodli suv kerak desanglar, bizda nalichida bor. Agar bu sizlarga marketing yoki qanaqadir bir safsatada tuyulayotgan bo'lsa, bemalol o'tkazib yuboringlar. Prosta buni qidirib yurgan insonlar uchun bizda Grano kompaniyasida mana vodorod texnologiyasi bor. Shuni hozir yo'lga qo'yamiz. O'zbekistonda biz birinchilardan boshladik. Xudo xolasa bu narsani rivojlantirib, agar kelajakda bu narsalar ko'proq bo'lsa, o'sha ko'pchilikga sog'lik ham foydali taraflari bor buni.